Turk ijodkorlarining Qizil g'unchalar seriali ko'plab tomoshabinlarda qiziqish uyg'otdi. Rejissyorlar Umar Atay va O'zgur Sevimli suratga olgan bu dramaning ilk qismi 2023-yilning 18-dekabrida chiqdi. Ikkinchi qismi chiqqandan so'ng namoyishni 2 haftaga to'xtatishdi. Birinchi mavsumning oxirgi qismi 2024-yilning 15-aprelida ekran yuzini ko'rdi. Qizil g'unchalar serialida bosh rollarni O'zjan Deniz, O'zgun Amal, Mert Yazıcıoğlu, Mina Demirtash, Erkan Avcı o'ynaydi. Serialda ko'p yillar oldin Naimga turmushga berilgan Maryam haqida hikoya qilinadi. 15 yil avval ularning oilasida 2 qiz tug'ilgan. Ular ancha vaqtgacha qizlarning faqat bittasi, Zeynep omon qolgan deb o'ylashadi. Zeynep iqtidorli, aqlli qiz. Zilziladan so'ng Naim, Maryam va Zeynep o'z shahrini tashlab Istanbulga ketadi. Bu yerda Zeynepni Junayd ismli yigitga turmushga uzatmoqchi bo'lishadi. Maryam qizining yaxshi hayot kechirishini istaydi. U to'yga qarshi chiqadi. Lekin Naim o'z qarorida qat'iy. Asta-sekin yoshlar o'rtasida iliq tuyg'ular paydo bo'ladi. Maryam omadi yurishgan doktor Levent Alkanliga ishga yollanadi. Psixiatrning sevgidan allaqachon hafsalasi pir bo'lgan, ammo xotini bilan asrab olgan qizi Mirani tarbiyalaydi. Asta-sekin Maryam Miray va qizi Zeynep o'rtasida qandaydir o'xshashlik borligini seza boshlaydi. Qizil g'unchalar serialida hamma qahramonlarning o'z siri bor. Chalkash syujet tomoshabinni zerikishga qo'ymaydi. Avvaliga odatdagi melodramadek tuyulgan serial tez jamoatchilik e'tiborini tortdi. Loyihaning ilk qismini Turkiyada 7 millionga yaqin kishi ko'rdi. Butun mamlakat aholisi esa taxminan 85 millionga teng. Ikkinchi qism namoyishidan so'ng serialni efirga uzatayotgan kanalga jarima solindi. Namoyishni esa 2 haftaga to'xtatib turishdi. Qizil g'unchalarda nafaqat bosh qahramonlar, balki ikkinchi darajali qahramonlarga ham katta e'tibor beriladi. Ularning taqdiri boshqalarning taqdiri bilan tutashib ketadi. Syujet esa borgan sari chalkashadi.